Qirg'iziston muftiysi Abdulaziz Qori Zokirov erkaklarni ayollarga hurmat-ehtirom ko'rsatishga chaqirar ekan, ularga nisbatan zo'ravonlik gunohi kabira va Alloh taologa qarshi qilingan ish deya ta'kidladi. Muftiy ayollar jamiyatning yuragi, oila posboni, bo'lajak ona ekanini ta'kidladi. Uning fikricha, islomda qizlarga mehr-muruvvatli bo'lish rag'batlantirilgan va jannat onalar oyog'i ostida ekani aytilgan. Zokirov ta'kidlaganidek, mamlakatda ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'paygan. U bunday hodisalarni fojia va jamiyat uchun sharmandalik deb atadi. Sentyabr oyi oxirida zo'rlangan va bo'g'ib o'ldirilgan 17 yoshli qora ko'llik qiz taqdiri Qirg'izistonda keng jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Prezident Sadir Japarov mazkur jinoyatga e'tibor qaratib, ishni shaxsiy nazoratiga oldi. Bundan tashqari, davlat rahbari pedofillar, shuningdek, ayollarni zo'rlab, so'ng o'ldirganlik uchun o'lim jazosini joriy etishni buyurdi. Yevropa Ittifoqi ayollarni himoya qilish agentligining keng qamrovli hisobotiga ko'ra, Yevropa Ittifoqida istiqomat qiladigan har 3 ayoldan biri, ya'ni 63 million ayol jismoniy yoki jinsiy zo'ravonliklar qurboni bo'lgan. 2017-yilda Buyuk Britaniyada 48122 ayol zo'rlangan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 70633 taga yetdi. Amerikadagi zo'rlash, suiiste'mol qilish va insest milliy tarmog'ining ma'lum qilishicha, har yili AQShda 460 mingdan ortiq zo'rlash va jinsiy zo'ravonlik qurbonlari qayd etiladi. Qurbonlarning aksariyati ayollardir. Dunyoda zo'rlash holatlari eng yuqori bo'lgan davlatlar kapitalizm va demokratiya tuzumini joriy etgan g'arb davlatlari hisoblanadi. G'arb davlatlari qotillik, zo'rlash va ayollarga nisbatan zo'ravonlik bo'yicha bir-biri bilan raqobatlashadi. Afsuski, ayollarga qarshi jinoyatlar musulmon mamlakatlarida liberal fikrning tarqalishi va kapitalistik tuzumning hayotga tatbiq etilishi tufayli ham sodir bo'lmoqda. Islom dini ayolni shahvoniy obyektga aylantirishni yoki uning mavqei, sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi, unga zarar yetkazuvchi yoki unga qarshi jinoyatga undaydigan xatti-harakatlarni taqiqlaydi. Bularning barchasi qattiq jazoga olib keladi. Bugungi kunda dunyo tartibini qayta formatlash sharoitida kapitalistik tuzumni yo'q qilish va islomiy tuzumni hayotga tatbiq etadigan va butun dunyoni ilohiy adolat nurlari bilan yoritib turuvchi Roshid xalifalikni barpo etish vaqti keldi.